shaharni ichidan, Do'murod mahalladan yaxshi kottejimiz chiqyapti. Narxi 189 ming startli, ya'ni kechtirib berishadi. Avtomatik darazalar qo'yilgan. Hovlisiga bitta mashina sig'adi. Kirganda o'ng qo'lda mashina qo'yishga joyimiz bor, chap qo'lda kravatimiz bor, stol qilib qo'yishgan. Bu yoqdan podolga ham tushsa bo'ladi. Endi ichkariga kirib kelar ekanmiz. Ichkariga kirib kelganimizda o'ng tarafda mehmon kutish uchun kattagina zalimiz, stullari, televizorlarigacha joylashtirib qo'yilgan. Hop, kirganimizda chap qo'lga qaraydigan bo'lsak, kuxnyamiz joylashtirilgan. Xolodilnik, televizor, konditsioner bor. Hop, to'g'riga o'tar ekanmiz. Bu yoqda mana o'zini общий sanuzeli bor. Sanuzeliga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Vaqti tilladan qo'yishibdi, menga rosa ham yoqdi. Hop, endi bu yoqdan ikkinchi etajga chiqib ketar ekanmiz. Ikkinchi etajga chiqishimizda bunaqa chiroyli kartinkalar, lyustralar osib qo'yishgan, soatlargacha qo'yishgan. E'tibor beradiganingiz, birinchi etajga ham, ikkinchi etajga ham kamera o'rnatilgan ekan. Tepada ikkita spalnikimiz, bitta detskiy xona bor. Spalniklarni ko'ryapsizlar, katta, keng, pardalariga, mebellariga, ayniqsa ko'rpalarga e'tibor bering. Shundan o'zim ham yotogim kelyapti. Hop, bu yoqda mana shkaflari bor, suriladiganlik oynasi ham bor. Hop, bu yoqda ikkinchi spalnikimiz. Bu yerdan endi detskiy xonaga o'tamiz. Ikkita kravat qo'yib qo'yishgan. Agar 3-4 ta bola bo'lsa ham bitta divanda yotaverishadi. Hop, bu yoqda endi sanuzelimiz. Uyni ko'rdik. Sizga yoqdimi? Bitta like bosib qo'ying. Bosing. Like ayamang, bosib qo'ying. Hop, qiziqqanlar uchun men pastda egalar nomerini qoldiraman. Aloqaga chiqaverasiz.